Bitta odam olamdan ham o'tib qoldi. 100 taga yaqin odamlar oxirigacha bora olmadi ham, quit qilganda ham bo'ldi, orqaga ketganlar bo'ldi. Buni o'tgandan keyin siz o'zingiz uchun ko'p narsalarni o'rganasiz, bir qutum suvni qadrlashni o'rganasiz. Hozirgi dunyodagi bo'layotgan muammolarga siz boshqacha qaraysiz. Odatda 250 kilometr bo'lgan marafon, sizlar bu yil 270 qilib uni urib qo'ydinglar. 100 kilometrni 95 bilan 100-ni atrofida juda ham qiyin bo'ldi. Sizni sindirish uchun katta yo'llarni chalkashtirib tashlashgan. Juda ham muhim narsaki, sizda qiyinchilik kelganda siz bu narsani quit qilmasdan, chiqib ketmasdan oxirigacha yetib borishingizdir. Maqsad komfort zonadan chiqish. Chunki it's tough, it's painful. You know, it's another 10 hours to go through. Mana ozgina tanaffusdan keyin sog'lom gashtakka yana qaytdik va siz rekordlarni urishda davom etyapsiz. Mana 5 ta Ironman yetmagandi. Dunyodagi eng qiyin bo'lgan marafonlardan Disable marafoni, qum marafoni. Odatda 250 kilometr bo'lgan marafon, sizlar bu yil 270 qilib uni urib qo'ydinglar. Bugun xudo xolasa sog'lom gashtakda mana shu asosiy tadbir haqida nimaga qildinglar bu tadbirni, qanaqa qildinglar bu tadbirni, nimalar bo'ldi, nimalar boshlab o'tdi, shularni gaplashishga men o'zim kun sanab turdim. Qachon sizni taassurotlaringizni eshitamiz deb, mana bugungi nasib qilibdi. Xudo xolasa bugun sizni o'sha dunyodagi eng qiyin marafonlardan biri hisoblangan Disable marafonidagi taassurotlaringiz haqida gaplashamiz. Nima deysiz? Zo'r bo'ladi. Rahmat. Qanaqa qarang, Farhod, bitta o'zingiz qatnashmadingiz. O'zbekistonda siz bilan birga yana 7 ta odam Super Sport sport klubidan qatnashdi. O'zi bu fikr kimdan chiqdi? Qanaqa 8 ta odam yig'ilib u tarafga bu narsani qilishga qaror qildinglar va maqsad nima edi bu tashabbusdan? O'zi birinchisi bu yerda 37-da bundan 3 yil oldin Shokitga o'zlari qatnashgandilar. Bu paytda 3 kishi qatnashgandi. Shokitga, Alisher aka va O'g'lan aka. Ularda o'sha 40 bu yil yubiley bo'lgani uchun, 40-yil bo'lgani uchun ularda o'zlarini bitta maqsadlari, niyatlari bor ediki, 40-yildagi yubileyni marafonda O'zbekistondan 8 ta odam olib kelish, chunki har bitta bu vaqtda har bitta palatkada 8 kishi yotadi. Ularda o'sha maqsadlari, niyatlari bor ediki, 40-yilligida 8 ta O'zbekistondan odam olib kelish. Ajoyib. 8 ta odam mana bordinglar va 8 ta odamni hammasi tugatdi, to'g'rimi? Marafonning oxirigacha. Va tugatdimi ish qilib hammasi oxirigacha? Da, hammamiz tugatdik. Hammasi tugatdi. Zo'r, super. Lekin bu narsani faqat 8 ta odam yugurib kelish uchun qilmadinglar. Buni orqasida juda ham katta xayriya turibdi. Sizlar Ezgu Amal fondi bilan birgalikda 8 yurak degan bir tashabbusni boshladinglar. Shu tashabbus haqida ozgina gapirib bersangiz. Ha, albatta, o'zi har bitta odamni o'zini qanaqadir personalniy plani, personalniy niyati bor edi, nimaga o'tish kerakligini. Chunki bu haqida men ko'pchilik bilan erta ham gaplashganman, yugurganimda odamlar bilan what's your why, nimaga qilganingni. Lekin bizning yana bitta oliy maqsadlarimizdan bittasi o'sha Ezgu Amal fondiga ertaga bitta kasalxonaga rak uzi qiladigan apparatga pul yig'ish bo'lgan. O'shaning uchun biz bu amalni ezgu niyat qilib atadik. Chunki shunaqa narsa bo'ladiki, eng qiyin paytda ham yugurayotganingizda, o'tayotganingizda bitta katta nimaga bo'lib, nima uchun qilayotganingiz bo'lsa, bu juda ham yordam beradi va mana shuni orqasidan biz Ezgu Amal fondiga ham yordam berish va keyinchalik bir qancha kasallarga o'sha rakni oldini olishga yordam beradigan yoki o'sha rakni tekshirib beradigan apparatga o'zimiz olishga, hissamizni qo'shishga qaror qildik. Juda ham bir ezgu tashabbus bo'ldi va bilishim bo'yicha fundraising hali ham davom etyapti, to'g'rimi? Da, hali ham davom etyapti. Ezgu Amal bilan birga maqsad $120,000 yig'ish. Olinadigan uzi apparatni narxi $120,000 deb eshitdim va shu sizlar juda ham qiyin challenge bilan odamlarni shu tashabbusga diqqatini tortmoqchi bo'ldinglar. Bunaqa uzi apparatlari ko'p bo'lsa, ayniqsa bolalar uchun bu maxsus tayyorlangan uzi apparati bu kattalarniki bolalarga to'g'ri kelmaydi va kasal bo'lgan, qiynalayotgan bolalarimizni tezroq tashxis qo'yilishiga va xudo xolasa tezroq davolanish metodlarini qo'yishga bu narsa yordam beradi deb umid qilamiz. Juda ham aytganimdek ezgu bir amal va ishonchim komil shu narsa sizlarni asosiy drive bo'ldi, to'g'rimi? O'sha mana bir hafta sizlar oson bo'lmagandir. Juda ham oliy maqsad qo'yish, menimcha bu juda ham kerakli narsa bunaqa eventlarda, bunaqa
yugurish marosimlarida, to'g'rimi? To'g'ri, albatta, chunki har xil qiyinchiliklar bo'ladi, lekin judayam sizni o'zingizni nimagaligingizni why'ga qo'yib qo'ysangiz, qanaqadir o'sha yerda o'tishdagi qiyinchilikda yordam ham bo'ladi deb o'ylayman va bu judayam bitta yaxshi ish. Buni bizani judayam ko'pchilik qo'llab-quvvatlashdi. Buni biz O'zbekistonda aytganimizda ham qo'llab-quvvatlashdi. Keyin Marathon des Sables o'zida ham biz organizatorlari bilan gaplashganimizda, yerda kutayotganda ham har xil o'sha mikrofonda bularni gapirishdi bizga va oxirida biz kechagina bu narsani oldik. Bitta qo'shimcha medal ham berishdi. Buni auksionda O'zbekistonda bu 8 ta medal, kechagina DHLdan Shovkatga oldilar, bizga gruppaga tashlab berdilar. 9-medalni berishdi. Uni biza auksionda ham o'ynaymiz. Qani chunki bundan chiqqan pulni biza ezgu amalga yo'naltiramiz. Ajoyib. 8 ta odam dedik. To'plam sizdan tashqari yana 7 ta odam bo'ldi. Shu sababdan 8 yurak deb nomlandi bu tashabbus. Kim u 8 yurak? Shavkat akani aytdik. Mana Shavkat aka muxlislarimiz taniydi. Bizada oldingi gashtag, sog'lom gashtagda chiqqanlar, ko'rmaganlar bo'lsa o'tib ko'ringlar. O'rtoqlar, suhbat sizlarga yoqyapti deb umid qilamiz. Bir tekshirib qo'yinglar, obuna bo'lganmisizlar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, sizlardan iltimos obuna bo'lib qo'yinglar, chunki shunaqa qiziq suhbatlarni ko'p qilishimizga sababchi bo'lasizlar. Suhbatga qaytamiz. Shavkat aka asosiy tashabbuskor, mana siz borsiz. Ulan akani aytdingiz, yana qolgan 8 ta odamni sanab o'tsak bu yoqda. Ulan aka qo'shilmadilar unda bu galgisida. Bu yerda Alisher aka bor edilar. Ular o'tgan gal 37-da bo'ldilar. Keyin yana bitta Shovkat aka, ular ham judayam Alohida ta'kidlash kerak deyapsiz. Ha, ularni alohida ta'kidlash kerak. Endi qanaqa yoshlarni aytish ham motivatsiya, chunki ular 60 yoshga to'lib yubileylarini o'tkazib bordilar yaqqa. Ulardagi shaddod yoki ulardagi terpeniya ham juda ham odamni katta motivatsiya qiladi, sabrlari. Keyin bizada o'sha Denislam, bizani qadrdonimiz, birgalikda sportga boramiz. Unda qatnashdilar. Keyin Umid aka qo'shildilar. Ular bilan men kстати bitta anaqa Two Ocean'ni Janubiy Afrikada Two Ocean marafonni 56 kilometr ultra marafonni birga o'tganman. Juda ham qiziq. Ular bizani energiyani hazil-hazillar bilan qiyinchilik paytda kuldirib turadigan odam bo'lib olib chiqdilar. Keyin bizada ikkita yosh deymiz endi bizga nisbatan, lekin trenerimiz bordilar, Doniyor hoja. Ular ham ancha bizga yerda qo'llab-quvvatlab turib, o'sha qiyinchiliklarni duch kelganimizda qanaqa yo'l tutishni o'sha yerda bizga yordam berib turdilar. Plus Adhamjonimiz bilan bordilar. Ular ham bizani qanaqa bu gruppani yangi a'zolaridan bittasi, lekin ular ham o'sha Shovkat akani oldingi Marathon des Sablesdagi haqidagi podkastlarni ko'rib o'zlariga niyat qilgandilar qatnashaman deb. Ular ham qatnashib, juda ham aktivniy, ko'p bir ikkita joylarda bizani gruppamizdan ham birinchi kelib tugatib takoy yuguribroq o'tgan bunaqa a'zolarimizdan bittasi bo'ldilar. Ajoyib. Ya'ni bu har bitta odamni men shaxsan qahramon deb bilaman. Sizlarni juda ham katta ish qildinglar. Bizani oldingi suhbatlarimizda biz bu marafon haqida gaplashganmiz. Yana eslatib o'tadigan bo'lsak, Marathon des Sables cho'lda bo'ladigan marafon, o'shaning uchun qum marafoni deb aytilgan. Aytib bering, nima o'zi bu? Birinchidan mana bu yil bu juda ham alohida bir yil, chunki yubiley yili bo'ldi. Undan tashqari oldingi yillarga nisbatan masofa uzaytirildi bilishim bo'yicha. Nima bu challenge-ni o'zi ozgina tushuntirib bersak, bizani ko'rayotganligi birinchi marta va bu marafon haqida bilmaydiganligi. O'zi MDS Marathon des Sables hozirgi kunda bir nechta davlatlarda bor, lekin bu imенно legendary, eng qiyini va eng kattasi hisoblanadi. O'zi bu 250 kilometr, eng katta distansiyasi o'zi bir 80-90 kilometr bo'ladi. Bu yilgisi yubiley bo'lgani uchun o'zi biz bilmaganmiz, chunki oxirida borib yurishcha qaysi kuni necha kilometr yugurishni hech kim bilmaydi oldindan. Kitob beradi, keyin 4-kuni biz bitta narsani bilganmiz, bir kuni biz 100 kilometr yugurishimizni, chunki endi yubileyniga bir kun 100 kilometr qo'yganligini endi borganimizda endi aytgan, sizlarga bonus qilib yana 20 kilometr qo'shib berdik, surpriz dedi. Endi hamma kulib, anaqa qilib, o'shanda birinchi marta o'ylagandik, kelib yana 20 kilometr qo'shib berasanmi, surpriz qilib. Bu 100 kilometrni tushunishim bo'yicha 48 soat 2 sutkada o'tiladi, to'g'rimi? Yo bir sutkadami? Yo'q, hozir aytamazki, bir 36 bilan 40 soat atrofida beradi limitni. 48 emas, chunki biz 5 da boshlaymiz. Keyingi kuni menimcha 5-7 gacha, demak o'sha 36-38 soat limit. Bir sutkadan ko'p-da, xullas. Bir sutkadan ko'p beradi, chunki bir xil odamlar o'rtada to'xtab uxlab olishi ham mumkin. Shunaqa sharoitlar ham yaratishgan.
O'sha 4-kun eng qiyin kunlaridan bittasi, o'zi eng qiyin kuni ham hisoblanadi deb. Undan keyingi kun 42 kilometr marafonni yugurdinglar va oxirgi kuni kamroq 23 kilometr adashmasam finish bo'ldi. Ha. O'zi oladigan bo'lsak, aytda birinchi kuni kelganingizda judayam zo'r kutib olishadi. Har xil tuyalarda qo'yib, ashulalar qilib, eng zo'ri lekin volunteerlar вообще zo'r. Chunki ular oldin o'tganlar, yuguruvchilar bo'ladi, sizni tushunishadi. Ularning energiyasi judayam takoy zo'r, sizga pozitiv beradi, siz xursandchilik bilan kutib olishadi. Bir yarim kun bilan keyingi kuni sizga 2 kun, 1,5 kun anaqa adaptatsiyaga beradi. Yerda yotishga, cho'lga, chunki erta nima qilishimiz kerak? Hamma yeydigan ovqatimizni, kiyadigan kiyimimizni, uxlaydigan matraslarimizni, spalniy meshoklarimizni har doim o'zimiz bilan olib yuramiz. Necha kilo yukman? Shular hammasi qancha taxminan yuk bo'ladi? Endi hammada har xil chiqdi. Endi odamni o'ziga olgan nima kerakligi nisbatan o'rtachada o'zi menimcha 9-10 kilo bo'ldi. 12 kilo limit, 12 kilodan oldin mumkin emas. Ichida обязательный narsalar ham bo'ladi. Kompasga o'xshagan, aytaylik o'sha bulyon, tuz sizda bo'lishi uchun, keyin o'sha oyna bo'lishi kerak, bulavkalar bo'lishi kerak, pichoqingiz bo'lishi kerak. Bular qanaqadir bir ikkita именно kerakli sizda bo'lishi mumkin narsalar bo'ladi. Ichida 200 yevro o'zini puli ham bo'lishi kerak, chunki agar sizda o'sha bo'lmaydigan qolgan bo'lsa, shtraf to'laysiz. Oldinlari u sizga boshqa narsaga kerak bo'lardi, lekin shtraf to'laysiz. Erta agar ularda yozgan narsalari bo'lmasa. Hozir qarang, 10 kilo yukkan, 10-12 kilo, 12 kilogacha yuk bilan sizlar bir hafta yugurgansizlar, cho'l, sahroyi kabirda va bu narsani qilish uchun kichkina summa to'lamagan, to'g'rimi? Mani bilishim bo'yicha, mani tadqiqotlarim ko'rsatyapti, bu qariyb $3,500 qo'shilishni o'ziga ketgan xarajat. Bu hali boshqa xarajatni aytmayapmiz. Undan ham ko'proq. Bundan ham ko'proq. Ajoyib. Juda ham bu katta sacrifice, juda ham katta shijoat talab qiladigan narsa va qoyil qolmasdan iloji yo'q. Albatta buni qiyinchiliklari boshqa narsasi bor, lekin buni oladigan rag'bat ham juda ham kuchli. Birinchidan mana boya aytganimizdek maqsad juda ham oliy bo'lgan, juda ham ezgu maqsad. O'zbekistonda shu saraton kasali bilan kasallangan bolalarga yordam berish uchun qilyapsizlar bu narsalarni. Hech kim sizlarga pul bermayapti, sizlar qayta pul beryapsizlar. O'zinglarni shuncha qiyinchilikdan o'tyapsizlar va buni oxiridagi emotsiyalarni biz hali gaplashamiz. O'zi umuman boshidagi emotsiya, o'rtadagi emotsiya, oxiridagi emotsiya hammasi menga qiziq, lekin qoyil qolmasdan iloji yo'q. Bu narsa hammani ham qo'lidan kelmaydi va hamma qilib ko'rish kerak deb aytgan bo'larmidingiz? Farhod, nima deysiz? Hammani qo'lidan keladigan narsami bu? Menimcha hammani qo'lidan keladi deb o'ylayman, chunki bu yerda katta narsa bizning mentalitetda, to'g'ri fizik ham ancha tayyorlanish kerak, lekin o'ziga yarasha juda ham qiyin epizodlari bo'ladi. Endi men hozir turib etdan o'tgandan keyin mazza qilishni maslahat bergan bo'lardim, lekin bu uchun juda ham anaqa jiddiy tayyorgarlik qilish kerak, chunki shunaqa bo'ldiki, 3-etapdan oldin bitta odam olamdan ham o'tib qoldi, chunki erta shunaqa qilib bo'lib turadi. Bir aytaylik 100 taga yaqin odamlar oxirigacha bora olmadi ham, quit qilganda ham bo'ldi. Bizani oldimizda bittasi kelib unda qilolmayman deb orqaga ketganlar bo'ldi. Erta nafaqat fizически, juda ham mentalniy o'ziga yarasha challenge bo'ladi. Har bir kunini o'zida ham o'tishi boshqacha, lekin buni o'tgandan keyin siz o'zingiz uchun ko'p narsalarni o'rganasiz. Har xil ko'pchilik transformatsiyadan o'tadi. Aytaylik bir qultum suvni qadrlashni o'rganasiz. Hozirgi dunyodagi bo'layotgan muammolarga siz boshqacha qaraysiz. Ertaga o'tgandan keyin erta juda ham zo'r narsaki, ko'p narsa odamlarni bir-biri bilan bo'lgan samimiy muloqotida, aloqasida quriladi. Ajoyib. Keling ozgina bu tadbirga qanaqa tayyorgarlik ko'rganinglar haqida gaplashaylik. Chunki o'zi emas, boya aytganimizdek, yuklar bilan issiqda adashmasam bir 36-40 gradusgacha chiqdi, to'g'rimi u yoqda issiq havo? 30dan oshdi, 40ga chiqqanini bilmayman, lekin 30 gradusdan oshdi. Kechqurunlari sovib qoldi, aslida soat ertalab 4da ozgina sovib qolganda sezasiz. Qanaqa tayyorlandingiz? Qachon boshladinglar tayyorlanishni bunga? Jiddiy boshlashni aytaylik va nimalar qildinglar? Bilmayman, yuk ko'tarib yugurdinglarmi? 10 kilo narsani ko'tarib yugurish uchun ko'chada yugurdinglarmi, zal ichida yugurdinglarmi? Nimalar qildinglar? Va qachon sezdingiz, men bo'ldi, tayyorman deb? Yo oxirgi momentgacha hali nima bormidi? Psixologik baryer bormidi? Qanaqadir to'g'risini aytsam,
Endi bu narsaga biz yillar davomida tayyorlanib kelamiz. Chunki biz o'zi sport bilan shug'ullanamiz, Ironmanlarga tayyorlanib yuramiz. O'zi jamoa aktivniy, постоянно sport bilan shug'ullanib kelamiz. To'g'ri, bunga yaqin qolishdan oldin har xil tog'larga, cross poходlarga chiqishni boshladik. Ryukzaklarimiz bilan birgalikda yugurib ko'rdik. To'g'ri, og'irroq ryukzak bilan yugurish osonroq ekan, chunki biza trenirovkalarda sal yengilroq ryukzaklar bilan yugurganda juda ham shanqil qilib, birinchi sakriyda suvlarni kiyganingizda qulog'ingizga teggandek, hali shu bilan yuguramanmi, umi deb o'ylaysiz, gapirasiz. Juda ham anaqa bo'ldi, nima edi? Tayyorgarlik ham komfortdan tashqari bo'ldi. Endi borgunizcha baribir осознать qilish juda ham qiyin. Manda endi o'zimni oladigan bo'lsak, juda ham ko'p ishlar bilan band bo'lib, bizda har xil etaplar bo'ldi. Yangi produktimiz bilan boshqa bozorlarga chiqdik. Fokusim ishda bo'lgani uchun qanaqadir oxirida etga uchib borguncha bu haqida unaqa ko'p o'ylamadim hamda. Fizически tayyorlandim. Bu haqida unaqa ko'p o'ylamasdan etga borgandan keyin o'sha sharoitni ko'rgandan keyin sekin miya o'sha обработка qilishni boshlaydi. Lekin jamoada bo'lganingizdan keyin bu eng katta bizani plyusimiz nima deb o'ylaydim? Bizda jamoamiz birgalikda edik. Hamma bir-birini поддержка qilib, gaplashib, qanaqadir qiyinchiliklardan o'tishda yordam berib, inoq va xushchaqchaq takoy atmosfera bo'lgani uchun menimcha bizda shu bizani advantageimiz, nima o'zbekchada o'sha privilegiyamiz edi bizda boshqalarga nisbatan. Endi qarang, boya siz aytdingiz, siz anchadan beri o'zi yugurib yurganimiz uchun jismoniy jihatdan sizlar tayyor bo'lgansizlar. Lekin qiyinchilik taraflarini aytinglar. Bu yoqda o'sha psixologik qiyinchiliklar ham bor. Bunga ham qanaqadir oldindan tayyorlansa bo'ladimi? Endi psixologическийga yo'q, qiyin, chunki 3 yildan o'tmagunizcha bu narsaga qiyin. Bilasiz, qiyinchiligini endi qanaqadir bizda ko'pchilik уже erta o'tganlar Ironman o'tishgan, yarim Ironman, marafonlar yugurilgan, qanaqadir sifatda aytolmayman-ku, butun distansiyaga tayyorlanishi, biza o'sha qiyinchilikka yoki katta marafonlarda yugurishlarini o'sha yerda o'sha ko'pchilik o'tgandi bu narsalardan. Ironman qilganingizdan keyin ham erta ham 14-15 soatlik qiyinchilikni bilganingizdan keyin o'sha qanaqadir darajada mentalniy tayyor bo'lasiz, lekin unda o'ziga ham yarasha boshqacha qiyinchiliklari bo'ladi. Tushunarli. Endi qarang, mana 12 kilogacha yub olish mumkin deyildi. Uning ichida sizlar ovqatlaringlarni, bir haftalik ovqatlarni olishinglar kerak. Qanaqadir ham endi bilmayman, gadjetlar olgandirsizlar, boshqa narsalar olgandirsizlar va yana meni bilishim bo'yicha u yoqda qanaqadir ham an'ana bor ekan, hamma qanaqadir ham surprising bir narsa o'zi bilan olar ekanda. Kimdir oilasini rasmi, kimdir tam bayrog'imi yo ishxonasini anaqasi. Sizlarda bormidi shunaqa bitta talismanga o'xshagan bir buyum olganinglar? Yo'q, bizda endi bayroqlari bizda bor edi. O'sha O'zbekistonda bayroqlari, keyin ezgu amallar bayroqlari bor edi. Bizda unaqa hammada har xil ovqati bor edi. Biz nimadan hech ham qiynalmadik. Slishkom ko'p ham ovqat oldik. Birinchi, ikkinchi kuni yaxshi. Hammasini o'zimiz bilan ko'tarib yurmasdik, chunki bir agarda yugurishni boshlagandan keyin narsalarni berib olishimizga to'g'ri keldi, lekin o'zimiz bilan oshlar olgandik. Birinchi, ikkinchi kuni juda ham yaxshi ovqatlandik. Keyin bu narsalar yo'qolib qolib, faqat sublimированный ovqatda qoldi. Lekin unaqa talismanoviy nimadir отдельно olmadik. Tushunarli. Endi qarang, hissiyotlar haqida gaplashaylik. Keling, mana kunma-kun nimalar boshingizdan o'tgan? Menga juda ham qiziq. Mana bordinglar, Marokashdasizlar, Marokodasizlar, tayyorgarlik ketyapti. Boya ozgina aytdingiz, u yoqda yerda yotishni boshladi, nima qiladi deb. Birinchi kun hayajon bormi, qo'rquv bormi, nima bor? Birinchi kun qarang, etga juda ham ko'p hayajon, qanaqa pozitivniy, exciting bo'lasiz. Muzika kutib olishyapti, narsalaringiz bor, hamma kulgan, hech kim hali unaqa yugurmagan. Kelasiz, palatkalarni ko'rasiz, odamlar bilan gaplashishni boshlaysiz. Hali u haqida o'ylamaysiz-da. Hamma hi nima bo'lyapti, chaqirishadi. Bu narsadan o'tish endi birinchi takoy shok tol etqatdi. Hamma ko'chada, hamma cho'lda o'zi yurib ketadi. Sekin voy bunaqa ekan, ozgina uyalishni boshlaysiz, unaqa qilasiz, bu qilasiz. Oxirida bu yo'qolib ketadi. Keyin o'sha birinchi takoy shok, keyin yerda yotish yaxshi kichkina matraslarimiz bo'ldi. O'shanga ko'nikish, o'rganish, keyin organizm unaqa charchamaganda, uxlab qolishingiz qiyinroq. Yugurishni boshlagandan keyin Birinchi 35 kilometr yugurdinglar, to'g'rimi? 35 kilometr. Yo'q, birinchi kuni qarang, borishingizdan yarim kun yerda adaptatsiya bo'ladi, suv olasiz, yurasiz.
uxlab turganingizdan keyin ham hech nima qilmaysiz. Erta kuni bilan siz chiplarni olasiz, anaqa tracker device'larni oldik, nomeroklarni oldik, hamma narsalarga tayinlanish bo'ladi. Ikkinchi kuni ham yugurmadik. Ha, okey. Keyin o'sha bo'lib kerak emas narsalarni sekin tashlab yuborishlar boshlanadi. Ovqatlarni yeyishni boshladik. Sekin-sekin aytaylik adaptatsiya bo'lish kerak edi o'sha cho'lga o'rganishga. O'sha etga borganimizda yana bitta uxlab turgandan keyin ertalab o'sha vohli turib yugurish boshlandi. Birinchi kuni taxminan 30-32 kilometr, 32 kilometr edi yugurish. Erta ham qanaqa o'sha sport qilgansiz, yugurib yurgansiz, qanaqadir yana energiya bilan, pozitivniy vibe bilan turib o'tib ketasiz. Unaqa bilinmadi, unaqa charchaganligi. Nega menda hamma o'tib o'sha lagerga yana qaytib kelishimiz kerak edi. O'sha kuni 32 kilometr edi. Hamma yaxshi o'tdi. Bitta ikkita odamlar sekin mazoli bo'ldi. Qumda o'rganish bo'ldi. Judayam birinchi qumda yugurishingiz o'rganmagan bo'lganingizdan keyin qiyin bo'lar ekan. O'shalarga sekin-sekin o'rganish bo'ldi, lekin eng og'ir sumka o'sha kunida, chunki birinchi kuni eng og'ir sumka menda ko'proq o'zi ko'pchilikda beli, yelkasi og'rishni boshladi. Chunki o'sha birinchi kundan keyin sekin-sekin ovqatingiz hasabi nimadirlar kamayishni boshlaydi-da. Lekin o'sha o'tib olish, birinchi etapda qanaqadir energiya bilan, odamlar bilan gaplashish, uni qilish bilmasdan o'tib ketdi. Kelganingizdan keyin o'sha sezasiz, charchabsiz, o'sha uxlash boshqacha bo'ladi. Kelgandan keyin yugurgandan keyin aziz uyqu keladi. Birinchi kundagi hayajon boshqa o'sha ketdi hammasi. Endi yotib uxlash kunduzi baribir isib ketadi. O'sha kunduzi isib ketyapti, unaqa bemalol yotib uxlash qiyin. Yotib sekin odamlar bilan gaplashish, hammani emotsiyasini bilasiz, kim qanaqa yugurib kelganligi, nima bo'ldi. O'sha narsalarni sekin gaplashishni boshlaysiz. Juda ham birpasda kun o'tib ketganini ham bilmaysiz. Suvingiz olasiz, sekin-sekin odamlar o'sha mozorlar bilan medpunktlarga borishni boshlaydi. Sekin mana shu narsalar o'tib anaqa qiladi. Ikkinchi kuni ko'pchilikda sal qiyinroq bo'ldi. 40 kilometr bo'lishdi, chunki kun ozgina isib qoldi. Kun isidi, biza o'sha yana lagerdan ketib, o'sha birinchi marta lagerimiz move qildi boshqa distansiyaga. Bitta punktdan ikkinchi punktgacha biza borgunimizcha lager o'sha buzishdida, borib bizga boshqa joyda qurib berishdi. O'shanda 40 kilometr sal qiyinroq bo'ldiki, bitta hodisa bo'ldiki, bizada yonimizda qanaqadir o'sha ruskiy говорящийlarni, o'zcha gapiradiganlarni bitta joyga qo'yib qo'yishdi. Bizani shunda palatkamiz oramizda, bizani aka-ukalarimiz Qozog'istondan bo'lishdi. Ular bilan yonma-yon to'g'ridagi palatkalar bo'ldi. Bitta juda ham Qozog'istondan Galin, bizani o'sha pishshanniy bratya deymiz hozir, o'sha ular ham o'sha oldin yugurganlar. Bizdan oldin kelibdilar-da. Ular yuguradilar. Juda ham zo'r rezultatlari bo'ldi. O'zlarini age kategoriyada menimcha ikkinchi o'rinda keldilar. O'sha Etti Marokkansidan ozgina qolib ketdilar. Zo'r rezultat ko'rsatdilar. Ular aktivniy yugurdilar ko'p anaqani. Kelganlarida birinchi kun men ularni oldindan bilardim. Zavodni bir ikki marta ko'rishganmiz. Bu cho'ldagi etapdan keyin juda ham yaqindan odamlarni bilishni boshladik-da. Nima bo'ldiki, biz keldik. Yangi palatka joyda toshli joyga olib borib qo'yishibdi-da. Endi toshli joyga qo'yishgan. Palaslarni qo'yishda tiyida juda ham toshlar ko'p. Yotish ham qiyin-da, hatto tozalab qo'yish kerak. Kelsak sразу zavodimiz kelib bolalar, bundoq qarasa, gilamcha turibdi. Gilamni chetlarida toshlar turibdi-da. Galim kelib, "Men sizlarni kelishinglar oldin tozalab qo'ydim" dedilar-da. Endi menda birinchi bo'lib miyamga kelib, nima zarar ekan bu kishi? O'zi bechora 40 kilometr hozir suvda yugurib keldi, charchab keldi, mazza qilib yotsa bo'lmaydimi degan takoy birinchi xayol keladi. Keyin to'g'ri bizga juda ham приятно, mazza. Masalan, biz o'shanda birinchi, ikkinchi, uchinchi kuni juda ham ko'pchilik bilan o'rtoqlashib, ovqatlarimizni birga yeb, chaqirib, biz oshlar borgandik, hammani mehmonga chaqirgandik. Chunki birinchi, ikkinchi kuni ko'tarib yurmiz, hammasini yeb qo'ydikda tez, o'sha keyin qolmagandi. Bitta narsani juda ham cho'lda o'rgandimki, hammani aytdichi, hamma отношениядada bir-biri bilan oqibatda quriladi-da, hamma relationshiplar. Samimiyat. Chunki aytdi biz hammamiz hech kim edik. Kimni qancha puli bor, qanaqa biznesi bor, qanaqa statusi bor, undan qat'iy nazar o'sha yerda biz 9 kun bo'lgan bo'lsak, hamma yerda bir xil teng odam edi.
o'sha samimiyatda, o'sha bir-biringizga nisbatan отношенияларда hamma do'stlik ham, birodarlik ham o'shani ustida qurilishni boshlaydi. O'sha yerda bu narsani odamni haqiqiy kimligini ko'rsatib beradigan bitta anaqa etap bo'ldi. Chunki yerda ham nima deydi? Desert will reveal you deb. Cho'lda odamni haqiqiy yuzi ko'rinadi deyapsiz-da. Bir nechta kun yugurdinglar, 30 kilometr, 40 kilometr, uchinchi kun adashmasam umuman anavi tepalikka nechidan kilometrlik chiqish nimasi bo'lgan. Qaysi etapda xayolga keldiki, Farhod, kerakmi desanga shu narsa degan xayol bo'ldimi o'zi? Qaysi etapda bo'luvdi? Manda unaqa bo'lmadi, to'g'risini aytaman. Kerakmidi. O'zi hazillashib yuramiz biz ham. O'zi nimaga? Chunki ertaga ishlagan pullar bemalol любой eng zo'r kurortga borib ham dam olib kelsangiz bo'ladi. Oilaviy buni hazillashib gapirdik, lekin realni u haqida o'ylamadim. Bitta eng katta etabi, masalan, 3-etapda 29 kilometr prinsipiy osonroq o'tdi. Kamroq bo'lgani uchun trassa unchalik qiyin emas edi, balki ular 100 kilometrdan oldin ham odamlarni unaqa qiynagisi kelmadi. 100 kilometri 95 bilan 100-ni atrofida juda ham qiyin bo'ldi. Chunki mentalni sizda atigi 5 kilometr qolgan, juda ham kam. Lekin yetib kelolmayapmiz. Shunaqa sizni sindirish uchun katta yo'llarni chalkashtirib tashlashgan. O'sha oxirgi 5 kilometrda menimcha bizda yaxshi bitta stressli pik ham chiqdi. Keyin o'zimizni devicelarda ham ko'rganimizda o'sha yerdagi 6 ta etapni yugurganimizda eng katta stressi 95-kilometr bilan 102-kilometr orasida bo'lganda. O'shanda mana 8 kishisizlar, 8 kishi o'z birinchidan birga yugurdinglarmi bitta gruppada va mana shunaqa qiyin vaziyatlarda o'shani oxirgi 5 kilometr qoldi, lekin juda ham bo'lmay ketayotgan paytda bir-biringlarga qanaqa yordam berdinglar? O'zi bizada birga hamma yugurmadi, qanaqadir etaplarni kichkina общий gruppalarda o'tdik. Bizada trenerlar bilan hamjavurlik yuguradigan aktivroq edi, ular oldinga ketishdi. Keyin bizada masalan birinchi kuni adashib qolib, men birinchi o'zim keldim. Keyin ikkinchi kuni qolgan 5 ta etapni Shokit aka senior bilan birgalikda полностью o'tdik. Ular bilan yonma-yon. Keyin 100 kilometrlikni biza gruppa 6 kishi birgalikda o'tishga qaror qildik. Lekin bir 50-kilometrga kelganda sal komanda qiynalganligini ko'rib qoldik. Qanaqa etapda biza podдержка qilib birgalikda yurishga harakat qildik. No, etili уже sal tezroq yuguradiganliklariga bu ko'proq stress beryotdi. Pakoyni ketayotganliklari ham o'shaning uchun biza gruppani sal-pal ajratishga qaror qildikki, no shunda ham 3 ta odam, 2-3 ta odam birgalikda har doim kimlardir bo'lishga bo'ldik. Shu etapda juda ham gaplashib ham, podдержкада ham, даже kimnidir oldida jim ketsangiz ham qanaqadir katta periodlarda bu oldingizda kimdir borligi juda ham yaxshi yordam beradi. Muhim. Endi qarang, finish haqida alohida gaplashamiz hozir. Finishgacha mana shuncha etaplardan o'tdinglar. Eng challenging, eng qiyin menga narsa shu bo'ldi deb aytadigan bo'lsangiz nima bo'ldi? O'sha 95 bilan 100-kilometr atrofida. Nimasi qiyin bo'ldi? O'sha paytda men psixologik tayyor emaslikmi yo ko'p yuk olvorman yo kam suv qanaqadir elementi bormi ko'rsatib bera oladiganingiz? Psixologически ular sizni qiynab qo'yganligi, именно oxirgi yo'lda chalkashtirilganligi, kitobda oson yozilib, bu yerda oson bo'lmaganligi, plus endi shunaqa o'ylaysizda, уже 95 kilometr yurib qo'ydingiz. 5 biza endi trenirovkalarda qilishda yarim soatda o'tib qo'yadigan oddiy narsada. Lekin o'sha yerda 5 kilometr cho'zilib ketib qoldi-da. 1 soatdan shu mingiz уже qabul qilmayapti, уже charchagan. Nima deysiz mana shunaqa paytda o'zingiz nima deysiz? O'sha qolgan ana hech tugamayotgan 5 kilometr tugatish uchun. Jim ketdi. Menda endi bizada nima edi, anaqa oxirida o'sha Shokit aka bilan ikkalamiz qoldik. Endi men yosh sifatdan sal yoshroqman hurmat qilib tam baqirib so'kinvora olmayman, gaplashib olmayman. Ular ham juda ham spokойный odamlar. Siqilganda просто bitta palkalari bilan flajok ko'rdilar, chunki o'sha flajoklar ham odamlarni anaqa asabiga tegadi. Asabiga tegishni boshladi-da. Lekin takoy jim spokойный o'sha chida ozgina qoldi. Уже bo'ldi, eng qiyindan o'tding degan narsa bilan marrani ko'rib turib, miyada qoldirgan holda yetib bordik deb. Yugurish davomida u yoqda sizlarda aloqa bo'lganmi? Internet va uyali aloqa, uydagilar bilan gaplashib turganmisizlar? Ezgu amaldagilar bilan bog'langanmisizlar? Qanaqadir ham tashqi dunyo bilan aloqa bo'lganmi? Bo'ldi.
qanaqa o'zi aytdim, har bitta lagerda internet bo'lmadi. Birinchi kundagida bo'ldi, ozgina qayerdadir topsangiz bo'lardi. Lekin u yerda shunaqa emotional box degan narsa bor edi. Siz qaytib kelganingizdan keyin sizga 1 minutlik yoki 20 sekundlik har xil o'ziga kuniga qarab vaqt beradi. Video yozib, o'zingizni bergan kontakt yaqinlaringizga yuborsangiz bo'lardi. O'shalar bor edi. Keyin bir cho'lda internet chiqib qolgan joylar ham bo'ldi. Bitta rasmni tashlab qo'yaman. Bitta joyda internet chiqib qo'yib, menda telefonda gaplashgan rasmim ham bo'lib qoldi-da. Erta o'sha paytda qanaqadir yaqinlaringizga, ishga, oilaga tam video zvonoklar, video сообщениyalar tez jo'natib qo'ysangiz bo'lardi. Bir marta menimcha Instagramda live ham qo'yib yubordik. Bunaqa kichkina epizodlar bo'ldi, lekin asosiy kampga kelganda erta internet bo'lmadi. Endi finish. Mana shuncha yugurdinglar, 270 kilometr. Qanaqa taassurotlar? Finishgacha nimalar o'tdi sizlarni hayolinglardan, sizni qolgan 7 ta odamni finishdan keyin qanaqa taassurotlar bo'ldi? O'zi ertalab takoy hamma zo'r настроениyalar bilan, o'sha sumkalar yengil, hamma ovqatlarni yeb bo'lgansiz, ozgina qolgan. Finish ham oxirgi kunni juda ham chiroyli ham qilishgan, lekin qumda ko'p yurishdi. Endi 23 o'sha shuncha masofani o'tganingizdan keyin unaqa qiyin ko'rinmaydi. Spokойно o'tib yaxshi, ko'pini yugurib ham o'tdik. O'tamiz deb, spokойно o'tamiz deb plan qilgandik. Lekin birdaniga oxirida bir 10 kilometr qolgandami, bir 7-8 qolganda shamol bo'lishni boshladi. Juda ham. O'shanda eshitdim, qum bo'ronlari bo'ldi. Qum bo'ron bo'ldi. O'zi 100 kilometrdan keyin ham bizani olib borib qo'ygan joyda spesialni qilishadi. Qumli, bo'ronli joyga qo'yishdi. Bizni uxlab turibmiz, bitta tursak hamma joyimiz qumda. Mani sochlarim jigaring bo'lib qolgan. Qumda bo'lganda ular atidan qilishadi. Lekin o'sha oxirdagi finish kuni ham birdaniga shamol turib qoldi. Biz yugurib ketayotganda o'sha shamolga qarshi yugurish yana qiyinlashdi. O'zi biroz ozgina qoldi. 2 soatingiz qoldi. Uni ham yana qo'shimcha qiyinchilik bilan o'tyapsiz. Keyin birdaniga yomg'ir yog'ib yubordi. Cho'lda yomg'ir yog'ish juda ham og'riq bo'lar ekan. Unaqa yaxshilandi, jala qilib, qurib, anaqa qattiq yog'madi, yog'ishni boshlab, sizga urilyapti, qanaqadir og'riq, shamolga qarshi yuryapsiz. O'sha undan ham qiyinlashtirib qo'yadi. Bu qo'shimcha mentalni bilasiz, ozgina qoldi. Lekin yana qiynavyapti. Ashkalaringizga o'sha qum bo'lib ketgan, chunki xuddi yomg'ir, qum aralash shamol ko'tarilyapti-da. O'sha kichkina mayda qumlar yuguryapti, yomg'irdan tushganda sizga urilayotgan narsa hammasi kir bo'lib urilyapti. Lekin bilas ozgina qoldi. Borishim bilan mazza qilib bitta muzdek Coca-Cola ichaman deb ham ketaverasizda. Va mana finishdan o'tdinglar. Farhod, qanaqa u taassurotlar? Men ba'zi videolarni storieslarda ko'rdim, tugatganlarda juda ham meni o'zim sizlarni o'rningizda bo'lgim keldi. Bu juda ham hayajonli payt bo'lgan bo'lsa kerak. Nimalar, qanaqa hissiyotlar bo'ldi o'shanda sizlarda? Birinchi hissiyot qanaqadir juda ham katta relief bo'ldi. Keyin siz xursand ham bo'lasiz buni qila olganingizni. Keyin qanaqadir ichida vibe bo'ldi, tugadi degan emotsiyalar bo'ladi. Bu juda ham katta accomplishda, chunki o'shanda ko'p o'tayotganda, yugurayotganda o'ylaysiz. Keyin qanaqadir Xudoga shukr ham qilasiz, chunki nafaqatgina tam bu narsani siz o'tyapsiz, sog'lig'ingiz yaxshi ko'tarilyapsiz, o'tyapsiz, mentalni bu narsaga chidolyapsiz, bu yoqqa kelishga imkoningiz bo'ldi o'tishgada. Qanchadir bir qancha faktorlari bor. O'shanga o'zingiz rahmat ham aytasiz. O'tganingizdan keyin o'sha shu narsani qila olganingiz uchun burst of emotion, o'sha videolar ko'p chiftlarni qilib o'zingizdan chiqarib yuborgingiz keladi. Erta ko'pchilik mana shunaqa finish qilib kelganlar yig'lab ham kirishdi, o'tirib qumlarni ham o'pishdi, chunki bu juda ham katta accomplishment hisoblanadi. Juda ham ajoyib. Birinchi mana bitirgandan keyin endi sizlar u yoqda bir haftadan ko'p yurgansizlar, dush olish, cho'milish imkoni bo'lmagan. Qanaqa edi uni birinchi dush, qanaqa hissiyotlar bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Bizani endi tez avtobuslarga qo'yib olib ketishni boshlashdi. Endi biz tugagandan keyin ozgina kirlar, o'zimiz ham bir ahvolimiz, qanaqadir sifatda ozgina yechdik. O'sha yerda yaxshi bizga obedimizni qilishga avtobusga kichkina ovqat payoq berishdi. Chunki yana 6 soat avtobusda yurib yetib borish kerak-da. U tugaganingizdan keyin bemalol dushga kira olmaysiz. U cho'llar o'rtasida, saharada gostinitsamizga yetib olishga ham yana bir
6 soat avtobuslarda olib ketadi. Yana avtobuslarda 3 marta to'xtash kerak edi. Yaxshi to'xtaganda kichkina yaxshi gostinitsalarda to'xtadik. Erta choy berishdi, bir ikkita shirinliklar berishdi. Sekin ovqatlanishni ham boshladik. Ovqat ko'rmaganga o'xshab ko'p narsalarni yedik. Endi oxirida gostinitsaga yetib bordik. Endi Marokko ham aytaylik unaqa rivojlanib ketmagan davlat. Keyin O'rzaza degan bitta shaharchada bo'ldi. Erta o'zi ko'p kinolar olishar ekan. Erta unaqa gostinitsalar ham yoki juda ham sifatli gostinitsalar ham ko'p emasdi. Erta aytaylik 1,5 mingta odamni joylashtirish kerak. O'shaning uchun ko'p har xil gostinitsalarga bo'lgan. Endi ular 2-3 yulduzli aytaylik o'zimiz hech qachon olib turmaydigan gostinitsalarda turishga to'g'ri keldi. Chunki ular уже qilib qo'yishgandi. Erta tanlash, kirasiz, xonani qaraysiz, lekin уже kalavat. Voy yaxshi mazza qilib kalavatda uxlaymiz. Dushga kiryapsiz, takoy sal eskicharoq. Dushni yoqsa, suvlar qanaqadir g'alati chiqyapti. Issiq suv aralashyapti. Boshqa paytda qayergadir dam olishlarga borsangiz, unaqa gostinitsalar sira chiqib ketasiz. Lekin ana cho'lda shunaqa siz singansiz, bu suv ham sizga wow ko'rinyapti-da, hech nima kerak emas. O'sha yerda turib, dushda cho'milyapsiz, jigaring qumlar tushib yotibdi. Ana qilib nima edi? Qiziqarli bo'lganda bu narsa, chunki o'sha hamma yog'ingizga qumlar kirib ketgan. Holati yaxshi emas bo'lsa ham, o'sha dushni qadrlab, mazza qilib cho'milasiz. O'zi haqiqatan bunaqa narsalar boshdan o'tkazgandan keyin o'zi dunyoga qarash bir boshqacha bo'lsa kerak. Qadrlash har bitta tomchi suvni, har bitta yaxshi ovqatni, yaxshi suhbatni, tanish-bilishlar, qarindoshlar, og'aynilar bilan. Qanchalik mana aprelni boshidagi hali 270 kilometr marafonni yugurmagan Farhod bilan mana hozirgi Farhod qanchalik o'zgardi deb o'ylaysiz? Endi qanchalik men o'zgarganimni o'zimda aytishim qiyinroq. Buni endi balki odamlar atrofdagilar ko'rib buni jaj qilishadi, lekin o'sha qiyinchiligiga boshqacha. Bu qarashingiz qanchalik o'zgardi degan bo'lsa. Qiyinchiligiga boshqacha qarayapman. Aytaylik, o'sha spokойныйroq bo'lib, oldin qanaqadir elementarniy nervnичать qiladigan narsalarga ham o'sha bemalol bundan ham battarini ko'rganingizdan keyin taklif qilaylik. Chunki menda Marokkodan keyin bizda Amerikada o'sha kompaniyamiz bilan bu yoqqa chiqish bo'yicha akseleratsiyaga kelishga to'g'ri keldi. Draper universitetida biz o'sha IT Park bilan birgalikda San Fransiskoda pitchlar bo'ldi. Keyin Bostonga borishimiz kerak edi. Men endi Bostonga oxirgi moment bilet olmagan uchun New York orqali oldimda. New Yorkda tanishlar bilan mashinaga o'tirib Bostongacha yetib olishimiz kerak edi. Bir payt uchib keldim. Kechasi reda qilganmiz. Prinsipi organizm charchagan. Endi ular mashinasiga o'tirdik. Mashinasi ham takoy, oddiyroq. O'tirib yo'lda ketyapmiz. Birdaniga mashina buzilib qoldi-da. Уже ertaga borishimiz kerak edi. Erta bizani anaqa panel discussionimiz bor edi. Men panelda suhbat qilishim kerak edi. Lekin mashina buzildi. Juda ham o'zimni o'sha yerda bilib qoldim. Birinchisi qanaqa spokойный bu narsaga qarab turganim edi. Aytdim, bo'ldi tak. Okey, yaqin o'sha panelga discussionga ulgurmaymiz. U просто сразу ketvarsam bo'lardi, ularni ham tashlab. Lekin bu yerda o'sha bular men uchun ham kutdi. Birgalikda ketyapmiz. To'xta Farhod, сразу bu qarorni qila olmaysan. Spokойно turib, bu kofe ichdik, AAA kelib, qarashini tuzatishinigacha kutdik. Lekin bildim, o'sha 2dagi eventga ulgurmayaptik. Keyingi yana bitta kechqurungi event bor edi. O'shaning uchun erta как бы 1 soat o'zimga berdim, 1,5 soat. Mashina tuzalmadi, keyin spokойно borib rent-a-car olib, boshqa yechim qilib ketdik. Nima narsani birinchi narsani o'zimda sezganim, bu narsaga juda ham spokойно qaradim. Oldinlari tam nervnичать qilib, asabiylashib, tam tez decision qilib, ketishga to'g'ri kelib qolish kerak edi. Bu yerda o'sha ancha spokойныйroq bu narsaga qarab ketdik deb. Ajoyib. Men hozir statistikalarga qarayotgandim, Farhod. 40 yil, mana 40 yildan beri bor bo'lsa bu marafon taxminan bir 30 mingta odam tugatgan ekanda. Bu degani siz dunyodagi 0,00037% odamdan bittasisiz. Qanaqa odam his qiladi o'zini bunaqa special bo'lishda? Bu haqida unaqa special deb aniq qilmayman. It's part of it. Agar uni ichiga hali bizda chunki maqsadlar undan ham boshqalari bor, ko'proqlari bor. Har xil bunaqa zabeglarni qilish, yana ayrimlar o'tish. Shuning uchun bunga unaqa statistikali bilamiz. Bunaqa qiladigan odamlar ko'p.
5ta qarang, mana 1 yilda 5ta Ironman qilish qiyinmi yo mana marafonda sabilni o'tish qiyinmi? Ironman qilish 5 ta. Hozircha haliyam to'pda turibdi. Hali ham topda turibdi, chunki man Disables'da eng takur qiyinroq narsasi menga logistikasi bo'ldi. Aytaylik o'sha kechqurunlari kelib, palatkada uxlash, cho'ldagi bo'ronlar, ovqatingiz kamligi, og'izlaringiz ichida qum bo'lishi, o'sha recovery ketma-ketlik bo'lgani uchun, lekin bitta bir kunlik qiyinchilikni, stressdan organizm o'tganini oladigan qilsak, menda halizgacha Malayziyadagi o'tgan Ironman hisoblanadi. Va siz hozir aytyapsizki, yana bo'lsa yana qilaman va bundan ham qiyin challenge'larni hali xudo xolasa uraman deyapsiz. Da, xudo xolasa unaqa niyatlarim bor. Qoyat. Farhod, mana 1 oy bo'ldi marafon tugaganiga. 1 oy ichida mana nimalar bo'ldi, sizni hayotingizda nimalar qilyapsiz? Mana hozir biz suhbatni onlayn qilyapmiz. Men Londonda, siz Amerikadasiz. Nimalar bo'ldi marafon tugagandan keyin sizda? O'zi marafon tugagandan keyin bizda Draper universitetda akseleratsiyasiga diplom bilan birga keldik. Bu yerda ham nimasi menga yoqdi. Men endi ko'p dokumentatsiyalarni to'ldirishlarni komandam qilganda Norbek to'ldirib, men unaqa ko'p informatsiya bordim, biluvdim, что bularni ham как бы filosofiyasi founderlarni yoki startap egalarini qiyinchilik orqali ulardan kuchli founderlar qilish. Bu yerda ham tarbiyalash, qanchalik, chunki startapda любой biznes qilayotganda juda ham muhim narsaki, sizda qiyinchilik kelganda siz bu narsani quit qilmasdan, chiqib ketmasdan oxirigacha yetib borishingizda. Bu yerda ham bularning shunaqa filosofiyasi bor ekan. Bizani 5 kunga toqqa olib ketishdi, katta joyga, hillga. U yerda bizani borishingiz bilan telefonlarni olib qo'yishdi. O'sha 4-5 kunlik qiyinchilikdan o'tkazishdi-da. Menda nimasi zo'r bo'ldiki, menda mentalni ham, fizikni ham bu narsaga tayyor edim. Bu yerda endi men boshqa narsa o'rganganim, yerda bizani komanda bo'lishi kerak edi. Ko'p tasqlarni biz komandani tugatishimiz kerak edi. Yerda nafaqatgina o'zim tortish, bu yerda boshqa komandada, который sizdan slabroq, hammasi founderlar, juda ham kuchli, aqlli odamlar bu yerda yig'ilgan, lekin bular bunaqa fizik narsani o'tishmagandi. Qiziq challenge'lar borligini bildim. Mana ham agar aytish mumkin bo'lsa, Farhod, siz qilgan bitta challenge'ga guvoh bo'ldim. Bu yoqda adashmasam sizlarga vazifa qo'yishgandiki, prezervativ sotib, o'shani puli bilan sizlar ovqatlanishinglar kerak edi. Farhod menga sotishga harakat qildi. Men prezervativ olmadim, lekin ovqatlanishga pul yubordim. Ajoyib. Mana bunaqa challenge'lardan maqsad nima bo'ldi o'zi? Nimalarni o'rgatdi shu narsa sizlarga? Maqsad komfort zonadan chiqish. Chunki o'zi hayot komfortdan tashkil topmaganda biz har kuni qanaqadir qiyinchilikdan o'tamiz. Endi nimani o'rgatadiki, miyamizni imенно o'sha komfort zonadan chiqarib, siz noodatiy narsalarni qilishingiz kerak. Bu yerda sizni kelishingizni shunaqa qattiq qo'l bilan qilishadi. Chiroyli. Mana sizlarga xonanglar, kalitinglar. Kalitinglarni yo'qolsanglar, bu sizlarning problemanglar. $20 ga yangi kalit qilasizlar. Mabodo 6 dan keyin yo'qotib qo'ysanglar, xonanglarga kira olmasanglar, mana divanda yotib uxlanglar. Ertasiga ertalab kelib, biz sizlarga yangi kalitni qilib berib, pulinglarni olamiz deb aytishadi. Mana shunaqa bizga ham bilmaganmiz bu narsa, o'sha prezervativ sotishlarni, ko'chalarda yurishlarni, bularni bilmagan holda aytadi. Chunki menda ham endi qo'l qo'yganman, masalan, kempda 5 kunda bo'lgan narsani men hech ko'pchilik aytolmayman-da bu narsani. Mumkin emas deyishadi, chunki keyingi kelayotgan odamlarga ham bu narsa kutilmagan bo'lsin, bu narsani o'tishsin deb. Lekin aytaylik o'smadik hozircha bu narsani podkastda. Yo'q, bu narsalarni menda qanaqadir limiti bor, lekin masalan, buni основатели Tim Draper o'zi sharq hisoblanadi. Qanaqa Silicon Valley'ning eng birinchi investorlaridan, bu narsa venture fondlarni pul investitsiya qilishlarni основательlaridan bittasi hisoblanadi, chunki hozir yoshi katta, 67 yoshli. Uni o'zini net worth'i $2 milliard. U noodatiy narsalarni o'zi qiynalishdan yaxshi ko'radi. Buni ham manaqasi superhero journey, superherolarni tayyorlaymiz deb aytadi. Masalan, dasha bu narsa endi social medialarga ham qo'yilgan, ko'rsatilgan bitta ikkita narsalardan bittasi, kelib ular gaplashib turgan paytda ko'chada shunda basseyn bor, o'zi custom shimda turgan holda basseynga sakraydi. Qolganlar ham sakraganlar sakradi. Unga pitch qilsangiz bo'ladi. Pitch qilganingizda ham suzib turishingiz kerak. Prosta cho'nqirmas joyga turib yoki chetini ushlab qilish mumkin emas. Shunaqa narsa qiladi. Keyin u o'zidan ko'rsatadi. U prosta taksilarga betdagi odamlar, tarbiyalayotgan instruktorlar, hammasi bu narsalardan o'tgan o'zi kuchli odamlarda.
shunisi zo'rki, bu yoqqa olib kelayotgan spikerlari ham gaplashayotgan o'zi bu qiyinchilikdan o'tgan odamlarni olib kelishadi. Bitta yana misolki, uni ham o'zini social mediasiga qo'ydi. Bu sekret emas. Anaqada biza pitch qildik. O'sha tempga borganimizda o'sha 67 yoshli odam suvda yah suvda turib, hamma o'tiradi. 30 sekund prezident pitch qiladi, 30 sekund savol javob beradi. 4 ta, 5 ta, 6 ta odam bittaniga suv tushadi. Siz kutasiz hammasini qilib bo'lishini, sizni ham o'chiringiz keladi. Biza endi 4-5 minut yaxlagan suvda turibmiz. Chunki kelib muzli tashab yotishibdi. Keyin birdaniga kelib ustingizdan suv ham qo'yib yuborishadi. U kishi 67-52 minut yaxlagan suvda turdi. Buni o'zini anaqasiga ham qo'ydi, Instagramga. Bu endi desa ham aytaman, o'zinglar qo'ygansizlar deb. Bu informatsiya out there bor. Lekin mana shunaqa har xil noodatiy hollarda odamlarni mana qiynab, просто challenge'ligi и hayotda sizga qanaqa narsa bo'lishidan qat'iy nazar har xil qiyinchilikka tayyor bo'lishni o'rgatadi. Bunda men ishonchim komilki, siz u challenge'lardan yaxshi o'tdingiz, chunki siz 5 ta Ironman va mana marafon Disableni o'tgansiz. O'rtoqlar, mana suhbatning oxiriga kelib qoldik. Agar oxirigacha biz bilan bo'lgan bo'lsanglar, bu demak suhbat sizlarga manzur bo'ldi degani va albatta obuna bo'lishingiz kerak degani. Obuna bo'lib qo'yinglar va biz shunaqa qiziq suhbatlarni ko'p qilamiz sizlarga. Rahmat. Shu mavzuga qaytadigan bo'lsak, Farhod, mana boshida boshlaganda biz 8 yurak xayriya tashabbusi haqida gapirdik. Yana bu tashabbus haqida, bu xayriya haqida eslatamiz. Biz xayriya davom etyapti. Silkalarni pastga kommentariyalarga biz yozib qo'yamiz. Qanaqa yordam bersa bo'ladi? Hozir bizlarni ko'rib turganlar mana shu tashabbusni qanaqa man qo'llab-quvvatlasam bo'ladi deganlarga Farhod nima deysiz? Nima qilishsa bo'ladi? Xayriya hali ham ochiq. Biz mana shu opsaniyadami linklarni qo'yib ketamiz. O'sha hamma ezgu amallar fondini, bu hammasi shaffof. Pullarni biz yig'ib keyin o'tkazib o'tmaymiz. Hamma xayriya primoy yo'liga ketiladi. Biz общий qancha pul yig'ilganligi, kim berganligini bilmayapman. Общий qancha yig'ilayotganligini hammasini ko'rsatib turiladi. O'shaning uchun agar kimdir qo'llab-quvvatlasa, juda ham xursand va minnatdor bo'lamiz. Mablag' kichkina emas. $122,000, bu qarib 1,5 milliard so'm bo'ladi. Hozir men ezgu amallar saytiga kirib qarayapman. Hali kichkina summa yig'ilgan, 2% yig'ilgan. O'shaning uchun odamlarni qo'llab-quvvatlashi muhim. O'shanga bizani ko'rib turganlar orasida shu tashabbusga hissasini qo'shaman deganlar, yana aytganimizdek, pastdagi silkalardan o'tib qo'llab-quvvatlaylik bu tashabbusni. Tashabbus chunki haqiqatan juda ham ezgu bir tashabbus. Saraton bilan kasallanayotgan bolalarga UZI apparatini sotib olishga kirishilgan. Farhod, tugatishdan oldin shuncha narsani ko'rib, eshitib, ilhomlanib, men ham ertaga shu marafon Disableni yuguraman deydiganlar, lekin hali sog'lom hayot tarziga kirishmaganlarga nima maslahat berasiz? Nimadan boshlashlari kerak? Birinchi qadam qo'yishdan boshlash kerak. O'zingiz atrofingizda sizga o'xshagan odamlarni yig'ib, ular bilan birgalikda, chunki men hozir ko'p narsani o'rganyapmiz. Community haqida, odamlar bir-birini qo'llab-quvvatlash haqida, mana o'z birgalikda o'sha Londonda va boshqa davlatlarda o'sha hashtag running communitylarni qilyapmiz. Biz ertaga qanaqadir impakti hissasini ko'ryapmiz-da o'sha. Chunki biz har xil challenge'lar qilyapmiz. Challenge'da o'zingizni misolingizda ham qanaqadir sog'lom raqobat qilib, ko'proq yugurib, ko'proq aktivniy bo'ldingiz. Mana shunaqa nima qilardimki, odamlarga maslahat berardim. O'zingizni motivatsiya qiladigan odamlarni toping. Juda ham hamma joyda hozir har xil running klublar bor. Qo'shiling, mazza qilib birinchi o'rinda o'shalar mazza qilishni o'rganib, sekin-sekin aktivniyni boshlash kerak. Qolganlari endi o'zi keyin katta distansiyalar o'ziga o'zi qo'shiladi. Birinchi bo'lib balki 3 kilometrlik, balki 5 kilometrlik kichkina zabeglarni, o'sha yugurish musobaqalariga qatnashib harakat qiling. Keyin sekin yarim marafonga qo'shilishni niyat qilsa, o'sha sekin bunga o'tsa bo'ladi. Endi sizdan ham kutamiz. Sizda qachon endi birinchi marafoningizni yugurasiz? Mana xabaringiz bor, yaqinda Samarqand marafoni Londonga kelib ketdi. Ularga biz mana Gashtakchilar communitysi qo'ldan kelgancha yordam berdi tadbirini o'tkazishiga va ular ham Gashtak communityni qo'llab-quvvatlashga so'z berishdi. Slotlar beramiz deyishdi, boshqa yana nima qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa qilamiz deb. Va endi ularga aytib qo'ydimki, shu birinchi marafonimni menimcha shu Samarqandda yugursam kerak deb aytib qo'ydim. Endi shunaqa bo'lsa kerak deb bilmadim. Farhod, nima deysiz? Regardless slotdan buni siz aniq qilsangiz, qolganlarini biz organizatsiya qilib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa niyat shunaqa. Niyatni bu yil mana Samarqandda kamida Samarqandda, agar undan oldin yo undan keyin bo'lmasa,
birinchi marafonni urish. Xudo xohlasa. Siz bilaman challenge qilmoqchi edingiz mani onlayn marafonga registratsiya qilishni. Unga ham yetib boramiz xudo xohlasa. Man hozir qilaman. Уже Samarqand marafoni ochiq. Samarqand marafoni ochiq. Bo'ldi, men уже yozilib qo'ydim. Ya'ni ofitsial registratsiyani to'ldirmadim-ku, lekin organizatorlarga aytdim, men kelaman deb, o'shanga xudo xohlasa aniq qilamiz. Adashmasam, menimcha iyunda Zomin Ultra bo'ladi. Zomin Ultraga ham bir borish niyat bor. Endi u yoqda uzoq masofa yugurmasam kerak-ku, kamida bir 10 kilometr qatnashib qo'yish niyat bor. O'zi umuman ko'rib turganlar bizani agar O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekiston juda ham ko'p yugurish tadbirlari bor. Rasmiy, norasmiy, undan tashqari juda ham ko'p yugurish klublari bor. Bizani o'zimizda gashtag klubimiz bor. Agar O'zbekistondan tashqarida bo'lsanglar, mana London, bu yog'i Birmingham, Glasgow, Seul bo'lsin, Washington bo'lsin, hamma joyda mana o'zbeklar juda ham xursand qiladi. Yig'ilib bizani tashabbusot nimasida bizani nomda yig'ilib, yugurib, juda yaxshi aktivlik ko'rsatishyapti. Bu bir tarafdan xursand qiladi, ikkinchi tarafdan albatta yana ko'proq shunaqa sog'lom hayotni targ'ib qilishda biza davom etishimiz kerakligiga yana bir misol. O'shanga Farhod biza sog'lom gashtagni yana davom etamiz. Xudo xohlasa keyingi sonlarda yana qiziq mavzular, qiziq mehmonlarni olib kelamiz va albatta sizga katta rahmat. Bugun kelib mana shuncha tig'iz vaqtga qaramasdan Amerikada darslar, boshqa nimaga qaramasdan kirib o'zingizning taassurotlaringizni, kechinmalaringizni gapirib berdik. Shuncha odamlarni ilhomlantiryapsiz. Charchamang bunaqa challengelardan. Yana ko'p shunaqa katta yutuqlaringizni o'tirib gaplashib ommaga yetkazishni nasib qilsin. Birga qilgan katta yutuqlarimizni xudo xohlasa bo'lishish nasib qilsin va xudo xohlasa mana keyingi gashtag, sog'lom gashtaggacha yana ko'rishguncha deb aytib qo'yaman. Farhod, sizga ham oxirgi nimalarni bersak. Samarqand marafonini o'tganda обязательно foto отчет, social media отчет tayyorlashga bo'ladi. Bu yerda commitment bo'ladi уже. Bo'ldi, mana onlayn anaqada men aytdim, Samarqand marafoni xudo xohlasa bu yil bo'ladi menda. Farhod, katta rahmat. Bo'ldi, rahmat sizga. Salomat bo'ling.